85-yilga bo'lgan. Buni tasavvurdan keyingi ahvoli bu kireverishlik zabori bugungi kunda o'zbek administratsiyaning uyushtirilgan xizmatkorlari kelib sinfning negizinde gelip alan jo'rtkachilik chekilgan qavmni smetani basib tuzib chiqqan 49.719.560 so'm jalp chiqindi. Bugungi kunda Temirstoy jo'rtkachilik chekilgan servis jo'rtkachilik chekilgan qavmni kelishimning negizinde qurilish ishlarini boshlab Xudoy buyursa qurilishni oyoqda 15-avgust 23-ga bitamiz. 16 kun vaqtimiz qoldi. 16-kunda boshlanadi. Qo'lbo'r bo'yicha Akmaydanning bugun kutusi jami buna eski sistema bo'yicha shu ko'rinishda Xudoy buyursa bundan sırtları 6100 metr kub kum düşöldü, 10 santimetre falan. Topları çalıştı. Bundan bu şol verilgenden hazır biz de işçiler bekliyor gelmiyor. Sizin olduğunuz aramla gelgen polisi boş olmasına birden bir göze görünen Akmaydanımız buğa şeyin ilk karşı 23 yılda çıkanlar 1400 işte bu olmuş. 16 gün biz grafik bu belgemiz